Assalamu alaikum ve rahmetullahi berekatuhu kadarlık Facebook'taki dünyanın her qaysı joylarida qarindoshlarım. Hammalarning şu vaqti ve bunun keyingi vaqti xayrli bo'lsin. Men Abdulaziz Bashto'g'roq İstanbul'dan Zeytunburnu'daki uyamdan sizlarga Allohning cennet salomı bo'lgan assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salom bilan birlikda Tedbiriyay sin derslerinden iman insanның bəxti degan bunu kitaptan birlikte ögünüp kilayotgan mazmunni davamlaştırırız. Birinci bab iman tarixi, yani imanның tarixi to'g'riliq dersinin birinci babның en ahirki derslerini bugün sizlar bilan birlikte ortaklaşımız. Ondan keyin ikinci bab tevhid insanның gayesi degan mazmunlarga o'timiz canım dostlarım. Bu tedbiriye isim dersleri de keyin bu isimni qo'yib oldik qadrli qarindoshlar. Ondan burun bunda ismini qo'ymay biz Qur'on suralarining kimligi, yurak dövleti, pasif yaxshidan aktiv yaxshiga, ondan keyin Ramazon yozmalari, ondan keyin bu özümüz neşir kılgan, Batur Qarıxanlı kardeşimiz tercüme kılgan. Siz Kur'an'dan bu sualını sorab baktınız mı? İslam nime? Degan bunu kitapni birlikte öğünüp öttük. O kitapninki xanzuchisini 2000 parça neşir kılgan. İnşallah bunu taqtiyatımız bütün dünyanın her qaysi joylarga taqtimiz. Hatta belki bizim minkavgan xanzuvan qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin. Ular mı faydalansa boludu. Ondan başka imamlar ve sultanlarını bir 5 minutluk, 10 minutluk derslerini davamlaştırıp kilayotgan. Bunu mu inşallah davamlaştırırız. Yürek Fethi degan bunu kitap vardı. Bu kitapın mu tercümesini davamlaştırıp yüreklerden yürekke fetih, yüreklerini fetih kılış için, yüreklerden yürekki kövrük yükseliş için onun usullerini Peygamber aleyhisselam burun qanday qilib degan Kur'an'da qanday ko'rsatilgan şunun qarata bu derslerini birlikte inşallah tercümesi püsü ügünümüz. Eğer Türkçe bildiğin qarindoshlar bolsa bu Yürek Fethi degan kitapni elip o'qisanlar boludu qadrli qarindoshlar. İman insanның bəxti, iman insanның bəxit saadeti kitapның ismi şu. İman to'g'riliq bek ko'p kitaplar bor. Bu kitap başka kitaplarını okunla, bu kitap mı özgüce bir kitap qadrli qarindoshlar. Şunlaşqı sizlarga tercüme qilib Batur Qarıxanlı qarindoshimiz sundi. Men buni sizlar bilan birlikte Facebook'tan canlıq ders qurali orqali sizlar bilan mushundaq birlikte öğünümen qadrli qarindoshlar. Aqida ve aqidega aylangan rivayetler bugungi temalardan. Ondan keyin iman ve saltanat, ondan keyin fiqhning aqidega aylandırılışı, ondan keyin aqidada ölçem nima? İman ve tasavvuf, tasavvufning balası, xulasa deganlarni birlikte öğünümüz qadrli qarindoshlar. Fiqhning aqidega aylandırılmış, akide ve akidege aylangan rivayetlerden başlayılı kelgen yerimizden. Mezhepvazlıkның paraset ve akıl küzünü kor qilgan bundaq vaziyette tüge qilib ko'rsatilib, raqiblar har xil ayıplaşlarga duchor bo'ldi. Zürür tepilsa yalğanlığı özlügidan ma'lum bo'lib turgan rivayetler Resulullah'a nispet qilinib, naql qilinatdi ve bulardan medet kütületti. Texmi tushunishlik bo'lish uchun tuvanda bulardan bir ikki o'rnakni tilga olib o'tayli. Bag'dadi Al-Farq nomli asarda mundaq naql qilgan. Rasululloh murjiaga 70 payg'ambarning tili la'nat o'qisin dedi. Rasulullohdan murjiya kimdir deb so'raldi. O imom faqat kalomdir degichilar deb javob berdi. Maturidi'de bundaq naql qilingan. Resulullah'ta bundaq bir ishonchli rivoyat yetib keldi.
Ümmetimden iki firqa mening şafaatimge nail bulalmaydı. Ular Kadiriye ve Murciyedir. Bu xil yalgan hadislerinin kalamçılar tarafından itibarga sazaver buluşunu bazılar kalamçılar hadis bilmeydi dep aqlaşqa urunudu. Taftazanining özünü ulug' qilib ko'rsatmoqchi bo'lgan bir kishi to'qib chiqqanligi ma'lum bo'lib turadigan va Suyuti asosi yo'q degan shu hadisni o'zining qarashini isbotlash uchun ishlatganligiga hayron ishida shohid bo'lamiz. Rasululloh mundoq degan: ilm o'rgangan va o'rgatuvchilar bir joyga borsa, Alloh bu joyning o'liklaridan azobni 40 kun ko'tarib etadi. Mezhepbazlıkның bu noktada to'xtab qolmasdan fiqh sohasiga singib kirganligini Anas radhiyallohu anhu orqali yetib kelgan tuvandagi hadis eng yorqin shaklda ifodalab bermoqda. Rasululloh mundoq degan: ummatim ichidan bir kishi chiqadi. O Muhammad bin İdris, ya'ni Imom Shafiy deb ataladi. O kishi ummatim uchun iblisdinmi ziyonliq. Ummatim ichidan yana shundoq bir kishi chiqadiki, o Ebu Hanife, İmam Azam deb atıldı. O ümmetimden kandili, yani Şam'dır. Yani bu yerde nazardan sakit kılışkı bulmaydıgan bir nokta var. Bu hadisini to'qib chiquvchining Hanefi mezhebiga mensup bir ishkanligi o'zligidan ma'lum bo'lib turdi. Kishini ajablantirgan nokta shuki, bu kishilar o'zi yashayotgan davr ve Hanefi, Şafi, Eş'ari oturusundaki ciddelinin tesiriga şunda qattiq uçurgan bulup, İslam müctehitlerden biri bo'lgan Ebu Hanife üçün, yani şu İslam müctehitlerden biri bo'lgan İmam Şafi'ga düşman bo'lgan ve şundaq bir hadisni to'qib chiqargan. Mana şundaq to'qilma hadisler bilan kuchaytirilgan mezhepçilikning tarix boyunca İslam ümmetiga elib kelgan ziyonlari uzun bir dastan buludu. Mezhep mestanılığı ve bu ümmetke ağır talafet elip geldi. Bu xil ro'yi holatning shakllanishida ba'zi olimlarning bu masalaga tutgan pozitsiyasining ta'sirimi ağır salmoqni egallaydi. Tuvandagi fatvo buningga bir o'rnak bo'la oladi. Bid'at firqalarini musulmonlarning qabristonligiga ko'mish, g'azotga qatnashganda g'animatdan nisibi elish, mescitlerde namaz kılıştan tosmaslık qatarlıq bazı hükümlerde İslam ümmeti qatarından sanalsımı, bunundan başka meyitlerinin namazını düşürüş, arkasında cemaat bulup namaz okuş, boğuzluğan çarpılarının güçünü yiyiş, sünni bir hanım kız bilen nikahlanış qatarlıq hükümlerde bu ümmet qatarından hesaplanmaydı. Mezhep to'qinishlar o'tirg'i chiqargan mezhepbozlikning kishilarda qoldirgan salbiy iznalari qarasangiz, ahli kitob bir Hristiyan yoki Yahudi bo'g'izlagan chorvalarning go'shtini yeyish mubah, gunoh bo'lgan bir musulmonga qiblisi, kitobi, Allohi, Rasuli ve asoslik aqidasi o'xshash bo'lgan bir musulmon bo'g'izlagan chorvalarning go'shtini yeyish haram bo'lgan edi. Mezhepbozlik ba'zida mezhep mensuplarını karma-qarşılık içine düşürüp koydu. Bu haqda yazılgan eserlerini körüş jarayonida ajablanarli ahvollarni ko'rasiz. Masalan, ahli sünnet Allah'ның o'zini bilishni bandalariga vacip qilganligida ittifoqlashdi. Onundan başka ahli sünnet Allah hech kimni Resul avatmasdan o'zi Allah'ni bilishga mukallaf, mecbur, mes'ul kılmadı diyen kaderiye ve şiani tekfir kılış meselesi de bir fikir geldi. Bu nayet haterlik ahval. Bu hakkında subuti ve dalaleti inik bir nas bulmagan mesele. Yani bu mesele kalamçılar detalaş kılgan bir mesele bulup imanның timisi bulalmaydı. Bu birincisi. İkinci noktaga ötüştün burun G'azzalining tuvandagi so'zlarini birga o'qib o'taylik. Mu'tazilalarning aksicha deymizki, Allah agar shariatni nozil qilmagan bo'lsa edi,
bandalariga uni bilish va ne'matiga shukr qilish qat'iy vojib bo'lmaydi. Mu'tazilalar buning ta'turisini ilgari surdi. Agar oldingi misol to'g'ri bo'lgan va ahli sunnat payg'ambar avatilmagan bo'lsa, Allohni aql bilan bilish vojib bo'lmaydi deganlarni kofirga chiqarishda bir fikri kelgan bo'lsa, undaqda bu masalada G'azzaliydan tortib xuddi Shia, Qadariya va barliq Ash'ari mazhabiga mansub bo'lgan musulmonlar dindan chiqqan ahli sunnat birlikka kelgan qarash bilan ularni takfir qilgan bo'ladi. Agar undaq bo'lmay, G'azzali va Ash'arilarning deganidek bo'lgan bo'lsa, barliq Maturidilar, Mu'tazila bilan o'xshash aqidada bo'lgan bo'ladi. Bu nuqtada G'azzali insof bilan muomala qilib, qarshi tarafni takfir qilmagan. Shundaqdimi birinchisi tushgan xatolikni takrorlab, Hanafi yoki Maturidilarni aniq holda yo'q qatorida qarab, muariz raqiblarini Mu'tazila qatoridan ko'rsatgan. Biz faqat G'azzali ile sodir qilmagan. Buni faqat G'azzali ile sodir qilmagan. Kalamchilarning hammasi degudek shunday qilgan. Yana asrida bu buyuk imom o'zining qarashini kuchlantiradigan to'qilma bir hadisni dalil qilib ishlatgan. Kalam ilmi tarix bo'yicha aqidadan ziyoda firqalar ve felsefi meseleler üstü toxtalgan. Felsefi meselelerde Yunan klasik eserlerinin Arapçaga tercüme kılınışı çoğun rol oynagan bulup, bu eserler fakat Arapçaga tercüme kılınıp kalmasdan kadimki Rim'de detalaş kılıngan felsefi meseleler İslam kelamıga söylep kirilgen idi. Bunun en tipik örneği ehli sünnet asasen digüdek hem fikir boğan Demokritos'un atom nazarisi idi. Onun bu nazarisi Eş'ari tarafından İslam akidesiga aylandırılgan ve maddenin bölünmeydiğin atomlardan meydana kelgenlikini cüzu la yetecazza düşüncesi bir iman asası süpütede oturup koyulgan. Bunu akide asası aylandırış için bir ayette delil kılıp körsetken. Bu atom nazarisiga karşı maddenin ebedi bölünüganligini aytgan Nazzam bu sebepten azg'on deb atalgan. Bu örnekler bizga ko'rsatgan bir nokta var. Yani kalam ilmi bu devirde fakat firqalar tarixidan boshqa yana boshqa narsa emas idi. Bu devirde yozilgan bazı kitaplarga El-Farq Beynel Firaq, firqalar orasidagi farqlar degan ismning qo'yilishimi bu tushunchaning bir namoyandasidir. Bu davrda islom firqalari o'ttirisiga o'xshashlikdan ziyoda ixtiloflarga bakrak ko'ngil bo'lgan bo'lib, bilib turib yoki bilmasdan zolim hokimiyatning manfaatiga foydali ish qilgan. Qadrli qarindoshlar, endi iymon va saltanat degan muhim bir yerga keldik. Aslida kalamchilar bilan hukmronlar orasidagi munosabat o'z oldiga mustaqil bir kitob bo'g'idek darajada keng doiralik bo'lib, kalamchilarning hukmronlar qilgan eng cho'ng sovg'ati Allohni paklash nomi ostida elib borgan aqidaning saltanatga muvofiq qilinish harakati edi. Allohni paklash nomi ostida aqidaviy saltanat hosil qilingan vaqtda Xoliqini ulug'lab, Xoliqini xor qilgan, Xoliqini g'azab qilgan, Xoliqini osqan ve öldürgen idi. Neticede haddidan aşkan, hiç qandaq bir ahlaki prinsipga rioya qilmagan, javobgarlikka tortilmaydigan, ammo o'zi hamma kishidan hisob so'raydigan, tavranmas ve qarshi turg'uli bo'lmaydigan bir dunyoviy hokim kuch sahnaga chiqdi. Bu hokim kuch bilan baslashkili ve raqobatlashkili bo'lmaydi. Qarorlari ve emir fermanları şartsız icra kılınattı. Ular özlerini Allah'ın yeryüzündeki sayısı zillullah fil ard deb jakarlagan idi. Külenge xuddi igisinden ayrılgan halda müstakil hareket kılalmagandek, ular mu Allah'tan ayrım hareket kılalmaydı. Yani kılmışları
iloh edi ve hakikatte bu kılmışlarını sadır kılgıcı aslida ular emas, Allah idi. Tavba, Allah bunundan paktur. Çünkü la faile illallah, Allah'tan başka vücudka çıkargıcı yok idi. Kılmışları işide kanun, şeriatka ve ahlak ziddek bazı işler bolgan bolsa, ularning bir qo'shtirnoq ichida hikmeti bor edi. Mana bu tushuncha keyingi mezgildagi kalamchilar tarafidan ahli sunnatning tushunchasi sifatida qabul qilingan edi. Ahli sunnatning eng cho'ng imomlaridan Abu Hanifa o'ziga hokimiyat qatlamida eng oliy mansab taklif qilgan Emevi valisi İbn Hubayrani qazilik u yoqda tursin, Allah bilan qasamki, mening vasit masjidining eshiklarini sanashga buyurishni qilmayman deb rad qilganligi uchun zindonga tashlanib qamchilangan ve Abbasi xalifasi Abu Jafar Mansurning bosh qazilik taklifini rad qilganligi uchun zaharlanib o'ldirilgan edi. Yani İmamlar ve Sultanlar diyen kitabını okusanlar, bu Ebu Hanife'ninki siyasi tarihi kadarlı kırımdaşlar. İnnik aynen silerge inşallah roşen halda nime üçün öldürülgeldik doğruluk, onunki bir bütün hayatı ve nemininki imametten kandak kılıp seltinetke ayınıp ketgeldik doğruluk məlumatlarının kürəleysilə. Yani İslam'da suyu istimal kılıp özünün hakimiyetini, kandak tikligellikini kürəleysilə. Özünü İmam Ebu Hanife'nin izbasarı degen bir kalamcı, pasık ve zalim imam, yani yetekçi hükümdarga itaat meselesi de tüvendiki sebep tüpeylinin ehli sünnetinin bu meselede ortak karışık kelgellikini ilgili sürgen. Günah sebeplik imamlarının bu işten üzünü tartışını kabul kılış, alemde fitne fasatının oturgu çıkışını, insanların öldürülüşünü kabul kılganlıktır. Bu sözlerge asaslangan da İmam Azam ömrü boyunca hakimiyetke qarata tutkan pozisiyası bilen pezdevi yokurda tilgalgan icmaga karşı yol tutkan. Mezkur zat meşhur eserinde bir vaka hakkında toxtalgan. Bunun qaraganda Buxarada Kadariye ve Mutezile mezhebinin tesiri küçeymekte bulup, bunundan ensirgen Buxara emrinin sünni ustazi Kadariye'nin Buxara'daki yıldızını kurutuş için bir plan tüzgen. Bu vakalikni birge okuyalım. Bir günü emirge özünü Kadariye din diyen şu kişiler senin emir ve sultanlıkını inkar kılıbatıdı. Sünni boğan imamlar senin sultanlıkını işinudu dedi. Emir bu kandak mı mümkün bolsun dep sorudu. Mollam "Eğer inşallah sana körüstümen" dedi. Ertesi sünni imamlarını çağırdı ve emirini bir perde arkasına düşürüp koyup uladın. Emir haram işkelligini bilip durup zina kısa, zulüm kısa, şarap içse ve beccivazlık kılsa vazifesini elip taşlanamdı dep sorudu. Sünni imamlar yak, lekin o bu günahları sebeplik tevbe kılış gerek dep cevap verdi. Mollam ularının çıkıp geçişi icazet verdi. Andın Kadariye ve Mutezile imamlarını çağırıp ulardı mı yokurdaki sualını sordu. Ularının hemmisi birdek emelidin elip taşlanıdı dep cevap verdi. Ular çıkıp ketkendiğin kim Mollam emirge eytkallarını anladın. Seni emelidin elip taşlaş gerek dep qaraydiken. Sen bu naçar işladın bazısını kılisen dedi. Şunun bilen emir Kadariye ve Mutezile mensuplarını tutuşku perman düşürüp ularının urukunu kuruttu. Şunda kılıp Buxarada fakat Hanefiye kaldı ve emir her sünni imamga kıymetlik tollani kiygüzdü. Keyinki mezgillerde yazılgan akide kitaplarına menba boğan bir akide kitabı muallifning eserinden ilingan üzünde hakkında qandaq düşüncek igi boğanlıqını kitapxanlarının öz ixtiyarı kaldırmak.
Bunun o'xshash pozitsiyasini El-Farq muallifidimi ko'ramiz. Siyasi raqiblarini sual so'roqsiz holda rahimsizlik bilan o'ltirgan bir hukmdorning qilmishlarini bir qotil fatvosi ma'nosidagi shu so'zlar bilan tasdiqlagan edi. Qaysi davrning hukmdori o'zining hokimiyatini qabul qilmaganlarni o'ltirmay saq qo'ydi. Qadrli qarindoshlar, endi fiqhning aqidaga aylantirilishi degan mazmunni o'rtaqlashiman. Oldingi paragrafda tilga olingan bosqichda faqat kalam ilmila aqidaga aylantirilmagan bo'lib, onunga yondashtirib fiqh va hadis ilmlarimi aqidaga aylantirildi. Amalga munosabatli bo'lgan fiqh masalalari Hijriy 2-asrdan boshlab aqida kitoblarida o'rin olishga boshladi. Shundaqdimi, har qanday fiqh masala aqidaga kirgizilmagan edi. Bo'libmi, raqib mazhablarning gavdalik holda farqlanib turadigan ijtihodlari farqli qarashlarning borligini ta'kidlash uchun odatda amallarining dalilini bilmaydigan, bu vaqtda izlanib yurmaydigan avam va tantak ilm taliblarining o'qishliqi sifatida tayyorlangan aqida risolalariga kirgizilgan edi. Fiqhdagi o'xshamaslik masalaning aslini bilmaydigan va hech qachon o'rganilmaydigan tarafdorlar orasida husumat paydo qilishda va bu husumat kuchayishga boshlagan edi. Fiqhdagi o'xshamaslik vaqtning o'tishi bilan ba'zi fiqh iqimlari orasida necha asr davom qilgan tugumas qon davosiga aylandi va aylantirildi. Bu qon davosida ziyon tortquchilar yanıla musulmonlar, foyda olg'uchilar yanıla islom dushmanlari bo'ldi. Tahoratda masi ustiga masi qilishning joiz bo'lib bo'lmaganligi aqida masalasiga aylantirilgan fiqh masalalarining eng oldida kelmoqda. Butunlay fiqh bo'lgan va sunniy mazhablar o'tirisidimi, mushunga o'xshaydigan o'nlagan fiqh masalalar bor turib, bu masalani alohida aqida doirasiga kirgizishning yagona sababi bor edi. Ya'ni Shiaga qarshi turish. Putga masih qilish masalasi yangi bir masala emas edi. Tabarining tafsirida naql qilingandek, tabiin, sahobalarning farzandlari va atba'ut tabiinlarning davrdoshlari o'tirisidimi bu masalada ixtilof mavjud bo'lib, har ikki xil qarashni yaqilganlar mavjud edi. Bu masalada dastlabki mezgillarda datalash qilganligini Buxoriy va Muslim naql qilgan bir rivoyatdan bilalaymiz. Fiqhning aqidaga aylanishining eng tipik o'rnaklaridan yana birisi nabiz, mast qiluvchi ichimlik masalasidir. Bu haqda Nasafi Aqoid asrida mundaq degan: Xurmadan yasalgan nabizni biz haram demaymiz. Şerih Taftazanining bir izohati bor. Ya'ni Rafizilarga o'xshash nabizi haram demaslik ahli sunnatning aqidasidir. Ya'ni xurmadan yasalgan nabizni biz haram demaymiz. Yani Şerih Taftazanining bir izohati bor. Ya'ni Rafizilarga o'xshash nabizni haram demaslik ahli sunnatning aqidasidir. Bu masalaga qaysi nuqtadan qaralganligi jumlaning o'zidan ma'lum bo'lib turdi. Ya'ni shu masala haqida palonchining deganidek demaymiz. Haqiqatan masala Taftazani aytgandekmi? Ya'ni nabiz haromdir deguchilar faqat Shialarmi? Yoki bu javoz ijozat ahli sunnatning prinsiplaridan birisimi? Bu savolga javob topish uchun uzun ilmiy tadqiqot elib berishning zaruriyati yo'q. Qo'lingizda 4 cho'ng sunniy mazhabining fiqhini jamlagan majmualardan birisi bor bo'lsa, uningdan nabiz haqidagi mavzuni echib qarab baqsangiz bo'ladi. Echib qargan vaqtingizda oldingizga chiqqan haqiqat shu: Shafi, Maliki, Hanbali, Jafari, Zayd va Hanafilardan
İmam Muhammed ve başka imamlarga göre nebiz haramdır. Keyif kılmıqdak miqdarda içki bulduğanlık hakkında fakat Ebu Hanife ve Ebu Yusuf icazet bergen. Endi sorap bakaylı. Eğer nebiz haramdır deyiş rafizilik bulduğan bolsa İmam Şafii, İbn Hanbel, Malik ve Muhammed Rafizimo. Perez kılaylı ki bularning hemmesi bir xil iptidai keyif kılgıcı içimlik bolgan nebizni halal degan bolsa, şübülük nersinin keçinla degan Resulullah'ın sözüge emel kılış ve akıl salametini muhafizet kılış üçün bir mujtahid çıkıp nebizge icazet vermese onu rafizilik bilen eyipleş doğru bulamdı. Bu meşhur alimimizni bu sözlerini kılışqa türkü kılgan qaysi his duygu. Günümüzde mi? Bununla okşaş his duygular igi bolgan klasik ulemanın ümmetinin birliki üstüdeki selbi tesirge sel qarıya alamdı. Tarih ibret almaydıqallar üçün tekrarlanışdan ibaret deb bikarga etmagan. Qadirli qarindoshlar. Endi aqidada ölçem nima degan mazmunga keldik qadirli qarindoshlarim. Undan keyin imon va tasavvuf. Birlikte ügünüvatqanımız bu iman insanın bəxt saadeti degan kitaptan. Aqidada ölçem zadi nima? Aldınqı paragraflarını oqıgandan keyin nimening aqida temiz emasligini muayyanlashtirish uchun qo'yilgan bir o'lchamdan bar yo'qligini bilish albatta o'qirmanlarimizning tabiiy haqqi. Rasululloh bir musulmonning kufr bilan ayblashni harom qilgan bo'lib, agar takfir qilinguvchi kafir bo'lmasa, bu so'zning aybliguchining o'ziga qaytadiganlik haqida vaz nasihat qilgan edi. Bununla asaslanganda mana mushundaq zil bir meselede bir ölçem buluş gerek idi. Eğer bundaq bo'lmagan taqdirda İslam her kişi özü bilgençe rakibinin küpurluk, azgulluq, bid'atçilik, rafizilik, munafiqlik, fasıqlık bilen eyiplaydigan bir dinga aylanıp qalattı. İslamda iman ve küpur, haq ve batil, tevhid ve şirik, sünnet ve bid'atning izohati berilgan. Chek chegarasi ayrılıp aniq belgilangan edi. İslamning o'lchamiga asoslanganda mümin bir kishini kafir deyish, kafir bo'lgan birisini mümin deyishmo o'xshashla harom qilingan. İslam belgilagan o'lchamlar albatta havoi havas yoki ma'lum kishilarning o'z meylicha chiqargan hukm yoki belgilamalarini asas qilmaydi. Bu ölçemler üzüge vahiyni birden bir ölçem kılgan idi. Vahiy ilahi mənbədin ilingandan keyin bu uçurlar ağzaki, yazma ve əmeli hərəkət qatarlıq oxşaş bolmagan uslublar bilen evlatdan evlatqa yetkizilib kelindi. Bu xəbərnin içində itiqadi hükümlər bolgan taşqiri hem itiqadi hem əməl xarakterlik ve ya ki faqat emel, ahlak, siyasi ve iktisadi karakterlik hükümleme var idi. Bularni metodologiya noktasını ayırış, usulü din ilminin dairesi kişirdi. Bu haberler hüküm cihetten okşaş derecede bolmagandek hakiki işençilik buluş noktasıdınmo okşaş derecede bolmaganlıktan bu haberler tüvendikidek 3 türge ayrılındı. Birinci, mutawatir haber. Bu to'g'ri ekanligida qilchi shubha bo'lmagan, ichida yolg'on ekanligi haqida zarra qadar gumon bo'lmagan naqldir. Qur'onning 2 jildi ichidagi barliq oyatlar mutawatir xabar turiga kiradi. Subut, ya'ni isbot va dalolat nuqtasidan Qur'ondagi oyatlarni 2 turga ayirish mumkin. Subutu Allah'tan bo'lgan ve dalaleti, izahlas zürriyeti bolmagan, roşen ve düşünüşlük qat'i bo'lgan xabarlar. İkinci subuti qat'i dalaleti gumani,
paraz xarakterlik bo'lgan xabarlar. İxlos surasi birinchisiga o'rnak bo'la oladi. Aytqanki, Alloh birdir, Alloh samaddir, hamma Allohga muhtojdir. O bola topqanmi emas, tug'ilganmi emas. Hech bir shay'i onunga tengdosh bo'la olmaydi. Bu oyatlarning Allah tarafından kelganligiga iman etish shart. Chunki buning subuti qat'iydir, mutavatirdir. İkinci shart, bularning zohiriy va o'zgartishga bo'lmaydigan ma'nolarga iman etishdir. Chunki bu oyatlarning ma'niga bo'lgan dalolati qat'iydir. Hech kim bularning aniq, ro'shan ma'nolariga zid bir izohat, ta'vil berolmaydi. Bu ikkisini yoki bulardan birisini inkor qiluvchi dindan chiqqan bo'ladi, ikkilanmasdan takfir qilinadi. Rahman, merhametlik Allah erişte karar kıldı. Taha 5. ayet. Yukarıdaki ayet ikinci türlü misal bulalaydı. Bu ayetinin hakiki işkellik iman etiş şart. Çünkü subuti kat'idir, mutavatirdir. Lekin ma'niga bo'lgan dalalati zan, guman, farz xarakterlik bo'lib, har xil shaklda izohlanish mumkin. Hech kim o'zining izohatiga iman etishni shart qilolmaydi. Bu izohatni inkor qilguvchini bu oyatni inkor qildi deb kufrlik bilan ayiblanmaydi. Tarix bo'yicha aqida mafkurasi ostida ikkinchi tur ko'p suiiste'mol qilingan bo'lib, her kim ma'no nuqtasidan dalalati qat'iy bo'lmagan nas oyatlar haqida o'zining sharhisining to'g'ri ekanligini da'vo qilgan va uni qabul qilmaganlarni kufr, zalolat va bid'atchilik bilan ayiblagan. Bu albatta kalomiy ixtiloflarning eng zil tarifidir. Undan boshqa yana shunda ixtiloflar bor bo'lgan. Bu masala haqida subuti yoki dalalati qat'iy birer delil u yoqda tursin, zanni, gumani delillarmi yo'q edi. Ikkinchi, mashhur xabarlar. To'g'ri, ishonchli ekanligi mutavatir darajasiga yetmaydigan, lekin ko'p sondagi kishi tarafidan rivoyat qilingan xabarlardir. Bu tür xabarlarni inkor qilguvchilar takfir qilinmaydi. Lekin mazkur shaxs inkorda iziqib qolgan va bid'atga tushgan bo'ladi. Metod nuqtasidan mutavatir turiga kirgan bo'lsa-mo, dinning usuliga munosabatlik bo'lmagan xabarlarni inkor qilishmo bu turga kiradi. Masalan, Resulullah'ның g'azotlaridan birasini, rost ekanligida qilch gumon bo'lmagan nikohidan birasini, Hazreti Abu Bakrning xalifaligini yoki yashab o'tganligini inkor qilish bu turga kiradi. Chunki bular dinning asosi bo'lgan namoz, ro'za qatorliqlarga o'xshamaydi. Bularni inkor qilguvchilar takfir qilinmaydi. Üçüncü, ahad xabarlar. To'g'ri, ishonchli bo'lish nuqtasidan tavatur darajasiga yetmaydigan, mashhur bo'lmagan barliq xabarlardir. Aqida kitoblarida iman asosi sifatida tilga olingan temalarning yarmidan ko'proqi ahad xabarlarni asos qilgan masalalardir. Ahad xabarni inkor qilguvchini qat'iy takfir qilg'ili bo'lmaydi. Hatto ozg'unlik va bid'at paydo qilish bilan mo ayblashga bo'lmaydi. Ahad hadislarning aqidaga dalil bo'lolmaydiganligi haqida Imom Azam Abu Hanifa, Abu Yusuf, Muhammad, G'azali, Razi ve meşhur kalamcı Taftazani qatorliq meşhur olimlar o'xshash qarashga ega. Ajablanarli shuki, Taftazani Sharhul Aqaid nomli asrida ahad hadislarning aqidaga o'lcham va dalil bo'lolmaydiganligini aytgan bo'lsa-mo, asrda tilga olgan aqidaviy masalalarga dalil qilib ko'rsatgan 64 hadisdan 60'i ahad hadisdir. Ahad hadislarni o'z ishidan sahih, hasan ve zayıf deb 3 turga ayrıldı. Bundan başka bütünlay to'qilma bo'lgan, asli vasli yo'q turibmi, Resulullahga nisbat qilingan hadislar borki, Sharhul Aqaidda bu xil hadislarni yer olgan bo'lib, navbat kelganda ba'zilarini tilga olib o'tdik.
Qadirli qarindoshlar, mush hozir kemgacha o'qib kelgan mush mazmunlarda jam'i 145 tane dipnot, izohat bor ekan. Bu izohatlar kitobninki ostida birilik. Shunlashqa men bularni iyalarni o'qimadim. Agar mush gaplar nereden chiqibdi ekan deb shuni izlamoqchi bo'lsanglar, kitobni PDF'ni Tor kitob deb Uyg'urcha Facebookda izlasanglarmi, yoki bo'lmasa inglizcha yozib izlasanglarmi chiqadi. Ashyadan tushirib ko'rsanglar, izlarsanglar bo'ladi qadrli qarindoshlar. Endi biz iman insonning baxti degan kitobda bu darsda birinchi bab iman tarixi deganninki kichik mavzudan iman ve tasavvuf degan mazmunni birlikte o'rganamiz. Ondan keyin xulosalaymiz birinchi babimizni, imanning tarixini. İman ve tasavvuf. İman tarixida kalamning o'ynagan roli haqida to'xtalib, tasavvuf ve felsefening bo'libmi tasavvufning o'ynagan roli haqida to'xtalmaslik bir kamtuklik bo'lib qoladi. Aqlni vahiyning, tafakkurni imanning, gumanni yaqin, yani ro'shan ma'lumotning oldiga qo'ygan klassik felsefening dinga tutgan pozitsiyasi mundaq. Ularningcha din aql tarafidan bilib yetilgan haqiqatning avomning tushunishini o'ng'aylashtirish uchun bir turkum oddiy simovul va qoidalarga mujassamlashtirilgan, jalb qilarlik ve tushunish holga keltirilgan shaklidir. Bu pozitsiya ve G'azalining onun tutgan rad qilish pozitsiyasi natijasida ahli sunnatda ittirguchi kuch sifatida tonilgan felsefeni aqidaga ta'sir ko'rsatmagan digili bo'lmaydi. Keyingi mezgillarda Razi, Amidi ve Beyzavining kalam bilan felsefeni birlashtirish tirishchanligi yuqorida o'tirib qo'ygan qarshimizga ta'sir ko'rsatmadi. Tasavvufning aqidaga bo'lgan ta'siri hammaga ma'lum. Gerçi İzmirli tasavvufda bid'at bo'lgan ibodatlarga o'xshash kalam yo'lidami bid'at bo'lgan e'tiqodlar bor degan bo'lsa-mu, tasavvufning ta'siri faqat ibodat bilan cheklanib qolmagan bo'lib, kalamga o'xshash aqidagami ta'sir ko'rsatgan. Şeriatning tavhid haqida o'tirib qo'ygan o'lchamlarini yetarlik deb qaramagan mutasavviflar tavhidni tavhidi g'usudi, tavhidi shuhudi, Allah'tan gayrini o'ylamaslik ve tavhidi vücudi, Allah'tan gayri hamma mevcudiyetini yok deb bilish deb üçga ayırgan. Avamning tavhidi deb atgan kelime-i tavhid la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur ne? Bularning sırtıda kaldırgan. Ular avamning tavhidi deb atalgan birincisi la maqsudi illallah. Allah'tan başka maqsud, nişan, gayi yoktur. Tanlanganlarning havasis, yani tevhidi deb atılgan, tanlanganlarning tevhidi deb atılgan ikincisi la meşhudi illallah, Allah'tan başka şahit bolğucu yok. En yukarı pelledikilerinin ehassul havasız tevhidi. En yukarıdakilerinin tevhidi deb atılgan üçüncüsü la mevcudu illallah, Allah'tan başka mevcudiyet yok cümlesiga. Sufi Tilemsani özüge sizlarning tevhidinglar Qur'ondagi tevhidga uygun emas deb reddiye bergen bir müminge şundak, lekin haqiqiy tevhid bizning asarlarimizda Qur'on baştan ayak şirikdir deb özünün qarışını aqlagan. Alemde Allah'tan başka mevcudiyetlerinin bağlılığını kabul qilishni şirik deb qaraydigan şirik aqida fakat bu kişiyle xas emas. Onundan başqalarımı vahiy bilan zid bo'lgan tushunchani yaqilab kelgan. İmanga qarshi aqlni butlashtirgan, ilohlashtirgan,
dinni avamның оңай tushunishi uchun simvollaştırılgan ve addi konkret halga keltirilgan